Assalomu alaykum, hurmatli kotibchilar. Bugun bitta jiyanchan to'p bo'ldim. Короче, bu futbolga o'ta nima deydi? Mukkasidan ketgan futbolga juda qiziqadigan bola ekan. Bu bolamizdan intervyu olamiz. Jiyan, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Salom kotibchilar. Assalomu alaykum. Futbolga qiziqayotganing shu rostmi? Ha, rost. Senga bitta savolim bor. Savollar ko'p вообще-то. Endi bir boshlayman-da. To'p sotib olish uchun nima ish qilish kerak? Pul topish kerak. Молодец. Молодец, 5 baho. Pul topish uchun nima ish qilish kerak? Ishlash kerak. Молодец. Bu ham to'g'ri javob. Ishlash uchun nima qilish kerak? Ishlash uchun ko'pgina ishlar qilish kerak. Молодец. Uy taqash kerak. Ha, ana bilaykaning. Молодец. Sen o'zing nima uchun chiqding? O'zimni darajamga yordam berish uchun mashina yurishga. Ha, молодец. Kotibchilarga nima deymiz? Like Like bosinglar, jiyanni ko'proq tomosha qilinglar.